Akalar, bugun sotuvimizda BYD Champion gibrid en full pozitsiyasi 150 km to'kib yuradigani. O'zi bilsanglar 110 talik, 150 talik bo'ladi. Xo'p, mashina holati yaxshi, rangi qora. Mana bu yoqlarda ham hech qanday nuqson joylari yo'q. Bir qo'l haydargan. 4 ta balonni holati yaxshi, zavodskoy ekan balonni. Qatnoshkalar qo'yilgan. Kurgoy tonirovkalari bor. Rashinasi bor. O'zi radnoy chexollarda turibdi. Mana probegi 12200 km. Ruskiy tekslar qilib qo'yilgan. Xo'p, narxini 28300 baholadi u. Ya'ni kelishadigan joyiz bor. Pastda nomer qoldiramiz. Kimga mana shu mashina yoqqan bo'lsa, bitta like bosinglar. BYD qidirib yurgan tanishinglar tashlab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.